Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz boshladik. Bu galdagi videorolikimizda sizlar bilan ossa membri inferiorisning pars liberasini ham aynan femuri bilan tanishamiz, ya'ni son suyagi. Qani ketdik. Son suyagi uzun laysimon suyaklardan biri bo'lib, biz uni o'rganishda, demak, 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz. Epifizis proximalis, epifizis distalis hamda corpus femorisga bo'lib o'rganamiz. Bir boshdan tanishishni boshladik. Epifizis proximalis ossis femoralis. Biz bunda son boshchasini caput femorisni va caput femorisda fovea capitisni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yaxshiroq tasvirlangan fovea capitis va fovea capitisga boylam kelib birikadi. Caput femoris orqali acetabulumga birikadi, ya'ni chanoqqa birikadi son suyagimiz. Chanoq va son bo'g'imi bu tana bilan oyoqni birlashtirib turuvchi asosiy bo'g'imlardan biri hisoblanadi. Navbatdagi tuzilmamiz bu column femoris, ya'ni sonni bo'yni. Hamda bizda son suyagimizda ikkita apofiz bor, bu trachanterlar, ya'ni ko'stlar. Trachanter majoris, mana trachanter majoris hamda trachanter minoris. Bu orqa tomondan ko'rinishi. Demak, old tomonda trachanter majoris hamda orqa tomonroqda mana bu yerda trachanter minoris bor ekan. Demak, old tomonida ikkita trachanter orasida liniya intertrachanterika, orqa tomonda esa demak, mana bu yerda qarorliroq narsa crista intertrachanterikani ko'rishimiz mumkin ekan. Va yana trachanter major, ya'ni katta ko'stimizning medial tomonida mana bu yerda ko'rib turganlaridek fossa trachanterika joylashgan. Mana bu yerda ham yaxshi tasvirlangan fossa trachanterika. Mana shular biz epifizis proximalisda ko'rishimiz mumkin bo'lgan tuzilmalar edi. Demak, qaytadan sanab chiqamiz. Caput femorisda fovea capitis bor, column femoris, trachanter major, trachanter minor, ikkita trachanterlar orasida oldingi tomonda liniya intertrachanterika, orqa tomonda crista intertrachanterika va trachanter majorning ichki asos tomonida, demak, fossa trachanterika joylashgan. Navbatdagi qismimiz bu corpus femoris. Corpus femoris, demak, ko'rib turganinglardek silindrik shaklda va unda ikkita yuzasi bor. Facies anterior hamda orqa yuzasi facies posterior bor. Facies anteriorimiz silliq, hech qanday g'adir-budirliklarsiz. Facies posteriorimizda esa biroz g'adir-budirliklar bor va biz ularni nomlab chiqamiz. Demak, trachanter minordan pastki tomonda liniya pectinea joylashgan ekan va liniya pectinea labium medialiga davom etadi. Trachanter majordan pastki tomonda trachanter tertius, ya'ni 3-ko'st joylashgan yoki tuberostas glutea deb ham ataladi. Mana shu joylashgan va u pastki labium lateraliga davom etadi. Va mana bu yerdagi qism bu liniya aspera. Liniya aspera ikkita labdan tashkil topgan, labium mediali hamda labium laterali. Labium mediali hamda lateraliyalar crista yokida margo supracondylaris medialis va lateralislarga davom etadi. Ba'zi adabiyotlarda margo deb bergan, ba'zi adabiyotlarda crista deb bergan. Ikkita labiumlarimiz orasida mana bu yerdagi yuzamiz facies popliteya, ya'ni taqim yuzasi deb ataladi. Mana shular biz korpusda ko'rishimiz kerak bo'lgan tuzilmalar edi. Navbatdagi qismimiz bu epifizis distalis. Epifizis distalisda condylus medialis hamda condylus lateralislar bor. Condylus medialis va lateralislarimizni oldingi tomonidan facies patellaris birlashtirib turadi. Orqa tomondan esa ikkita condylusimizni orasida mana bu yerdagi chuqurcha fossa intercondylaris mavjud va yuqorida liniya intercondylaris chegaralab turadi. Qarasanglar, bu yerdan biroz fikrlaymiz. Liniya intercondylaris facies popliteyani pastki tomondan chegaralayapti. Mana fossa intercondylarisni yuqorgi tomondan chegaralayapti. Demak, facies popliteyani
Chegaralarni biz xayoliy tasavvur qilsak bo'ladi. Ikkita yon tomondan labium mediale va laterale va pastki mana bu yerlardan margo yokida crista supracondylaris medialis va lateralis pastki tomondan linea intercondylaris bilan chegaralangan ekan. Condylis medialisni mana bu yerdagi bo'rtib chiqqan tuzilmamiz bu tuberculum adductorum deb ataladi. Yaqinlashtiruvchi mushak kelib birikadigan do'mboq. Mana shular biz son susagida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan tuzilmalar edi. Shu bilan son susagi mavzusiga yakun yasaymiz. Kelasi videoroliklarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.